Dunyodagi eng boy aktyorlardan biri haqida eshitishga tayyormisiz? Uning boyligi tasavvuringizga ham sig'maydi. Bu odamning ismi hozir faqat Hindistonda emas, balki butun dunyoda mashhur. Ammo uning yo'li Dehlidagi oddiy bolalikdan to millionlab muxlislarga ega yulduzlarga aylanguncha millionlab odamlarga ilhom manbai. Bolalikda hammasi oddiy edi. Bir oddiy oila, oddiy ko'cha. Sahna haqida go'yo imkonsiz tuyulgan orzular, ammo u to'xtamadi. Qadamma-qadam qiyinchilik va raqobatga qaramay yo'l oldi. Bugun esa u hatto ko'plab milliarderlar orzu qilgan hayotda yashamoqda. Okean manzarasiga ega ulkan qasr, Yevropadagi lyuks apartamentlar, dunyodagi eng nufuzli joylardan shaxsiy villalar. Uning avtoparki esa alohida hikoya. Nodir sportkallardan tortib, buyurtma asosida yasalgan eksklyuziv modellargacha. Ammo u faqat aktyor emas, u prodyuser, tadbirkor